Uka mana shu stanovlaring keldi mana. Bemalol behijolat mana. Mana holat 49 talik, mayda juda oladigan, suradiganlari bor. Drabilkalar mana. Tayyor turibdi. Keldi-ku mana. Hozir tushirayotganini yana bitta tashab qo'yaman. Uka mana qalbing, mana mishal kiyim bo'ladi. Mana drabilka bo'ladi. Mana shu ukamiz qabul qilib olib, qo'lingizga qilib qo'ying. Mana shu narsada tushiryapti mana. Shunga ketib olib, o'n angizga ketaverasizlar. 3 ta nima bormi? Ha, 3 bilan narsa. Shunday ko'rib qo'yam. Bunu ko'taraver. Tushiryapmiz mana. Ehtiyot qilib tushirdik mana. Biz klientlarni hurmatini qilib, qadrlab, chiroyli qilib ehtiyot qilib turamiz. Narsani sog'-salomat topshiramiz inshaalloh, xudo xohlasa. Kimga shunaqa stanovlar kerak bo'lsa, reklamamizga yozib qo'yganmiz. Mana sog'-salomat keldi, mana shu akalarimiz tushirdi, mana akamiz ham tushirdi, mana akamiz. Bizga birinchi klientni qadri, hurmati, obro'si, tovari muhim bizga. Klient rozi bo'lsa baraka bo'ladi bizga mana. Ukam mana hamma yo'qda mana. Mayda chudalar mashina ichida. Kimga shunaqa stanovlar kerak bo'lsa, reklamamizga yozib qo'yganmiz.